Bu yilgi Barselona amalga oshirgan favqulodda ishlar juda ko'p. Boshlaymiz. Yangi murabbiy nima qilarkin degan savolga berilgan javoblar ko'rdik. Uslub, ya'ni yuqori liniya, o'ta katta bosim va bunga mavsum davomida yetarlicha qarshilik ko'rsata olishmagani. Bir qator futbolchilarning qayta uyg'onishi, Saudlarga ketish kerak bo'lgan Rafinha, jarohatga moyil Pedrining tuzalib qolgani, yoshargan Lewandowski va uning gollari, o'ta foydali Ferran, bir yoshga emas 10 yoshlargacha kattargan Yamal, qanotlarda uchgan Balde, daraja ko'rsatgan Inigo, sifat qaytgan De Jong va nafaqatan sovrinlarni taxlash uchun kelgan Szczesny. Futbol tarixidagi eng katta o'yinlarda, ya'ni klassikolarda bo'lgan barchasida raqibiga nafaqat natija, balkim o'yin tomonlama imkon qoldirmasdik. Kam sonli yutqaziqlarda ham raqibdan kuchliroq futbol ko'rsatish. Kambeklarning ko'pligi, jamoa mentalitetiga ishonch qo'shilgani, har qaysi holatda ham ruhan tushmaslik bu albatta eng katta yutug'i. Hatto Chempionlar Ligasi finali qo'lidan chiqib ketsa ham, keyiniga qaytib olgani klassiko va derbidagi g'alabalar hamda chempionlik. Bir yilning o'zida o'ta tubdan yana o'sha qo'rqinchli, hamma hurmat qiladigan va muhimi chiroyli futbolni targ'ib qiladigan darajaga chiqib olish Laporta yana qutqaruvchi rolda ekanligini ko'rsatadi. Ajoyib va unutilmas mavsum bilan Kataloniya muxlislarini tabriklaymiz.